Hammaga assalomu alaykum. Adım Abdullah. Yoshim 22 da. Hozirgi kunda og'am bilan Xorazmda SMM marketing bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kungacha 40 dan oshiq loyihalarga natija qilib berib kelyapmiz va ko'plab biznes egalari bilan ishlab kelyapmiz. Bugungi videoda sizlar bilan noldan nishat $1000 daromadga chiqqanimiz bo'yicha gaplashamiz. O'zlarimiz noldan $1000 daromadga chiqqanimiz ketma-ketliklarini shu videoda yoritib beramiz. Bu video kimlar uchun o'zi? Bu video yangi sohaga gireceklar yoki sohada yurtdi 3-4 milliondan qattiq qolgan, yanada daromadini oshirish niyatida yurganlar uchun. O'zlarimiz ham boshda Rossiyada ishlaganmiz, Rossiyadan ishlab kelib, bera kelib, nov ishatamiz ekan deb oddiy Rossenter bozori sotuvchi bo'lib kirib, 1,5 million so'mga sotuvchi bo'lib ishga kirganmiz. Va ishlab yurib baribir ichimizda bir vaj bo'lar edi. Bu daromad bilan o'zlarimiz ertang hayotda o'rnimizni topishimiz qiyin. Bir o'zlarimiz uchun bir kasb qilishimiz kerak degan ichimizda bir nechikdir bo'lar edi. Sizlardan bo'lishi mumkin. Bu video aynan shu odamlar uchun manfaatli bo'ladi deb yozib turibmiz. 1,5 million so'm ishlab yurgan vaqtimiz ham chatsak bo'ladi deb do'konda ishlab yurganmiz. Men sportivka sotadigan do'konda ishlar edim. Og'amning o'zi sal boshqacharoq, ya'ni klassik kiyimlar sotadigan do'konda ishlar edi. Ishlab yurgan vaqtimiz chatsak ekan, nima o'rgansak ekan deb o'ylanar edik. Aldimizdan chiqaradik, ya'ni SMM sohasi chiqaradi aldimizdan. Qiziq ko'rganmiz. Shu do'konda ishlab yurgan vaqtimiz, shu do'konning o'zini Instagramini yuritib ko'raylik deb, asta Instagramini yuritib ko'rganmiz. Instagramga bir ikki video chiqarganmiz, istoriyalarni yuritganmiz. Qarasak, shu Instagramni yuritganligimiz sababidan odamlar kelib turibdi, Instagramdan ko'rib keldilar, turibdi, savdosi oshib turibdi. Hali oddiygina YouTube'ga kirib turib, SMM Now degan videolarni ko'rib, SMMni ishlatsa bo'ladi degan videolarni ko'rib turib, prosta o'zlarimiz do'konda qo'llab ko'rganmiz, zo'r ishlagan. Natija etsa bo'ladi ekan SMMdan deb, hali to'liq tushunmasdan chatsak bo'ladi ekan deb Toshkentdan mobilografiya bo'yicha onlayn kurs sotib olgan og'am. Undan bo'lib berib sotib olgan, Anarbank orqali 6,5 million so'mlik kurs sotib olgan. Uning ichida mobilografiya bo'lgan. Mobilografiyani o'rganganmiz, qo'llab turibmiz, o'xshab turibdi, zo'r. Yana уже avgust oyi chatsak bo'ladi ekan deb bizlar ya'ni daromadni oshirish uchun chatsak bo'ladi ekan deganmiz. Bu yerda yurib daromadni oshirish qiyinroq bo'lgan. Chunki bu yerda ya'ni o'zi hayotda insona yoki bir hozir biznes egasini nechalik siz manfaat berib biladigan bo'lsangiz, siz shunchalik ko'proq maosh to'laydi. Biza bu yerda sotuvchilikdan boshqa, Instagramni yuritishdan boshqa manfaat berish bilmaganmiz. Ya'ni qo'limizdan kelgancha manfaat berganmiz. Oylikni maksimal 7 million oshirib bilganmiz. Undan ortiq oshirib bilmaganmiz, limit bo'lgan. SMMni ko'rib turibmiz. Bolalar 5-6 million so'm pulli proyekt olib turibdi va proyekt olib turibdi. 4-5 million so'm proyekt olib turibdi va 5-6 proyekt bilan ishlatib turibdi. Ko'rib turibmiz. 5 milliondan bir proyekt oladigan bo'lsa, 5 proyektda 25 million bo'lib turibdi. Ko'rganmiz, ya'ni limit yo'q. SMMda limit yo'q. Va bu 5 million eng kami 5 million so'm olsa bo'ladi. Undan ya'ni komandani kuchaytirib turib, yanada ko'proq qiymat berib turib, yanada narxni oshirsa bo'ladi ekan deb o'ylanganimizda ustoz tutganmiz. SMM bo'yicha boshda ustoz tutishdan, ya'ni data ta'lim stansiyasi bor. Buni rahbari Shahzod Sabirov og'amni bir do'sti bo'lgan, danishi bo'lgan. Yanına borganmiz. Og'a shuni marketing o'rganjakmiz, SMM o'rganjakmiz deganimizda zo'r Hindal degan bola bor. Shuni tavsiya etaman degan. Hindal ustozga chiqqanmiz. O'zining individual kursini taklif etgan. Individual kursini o'qiganmiz. Zo'r bo'lgan. O'qib bo'ldik. Endi avgust bo'lib turibdi, endi o'qib yuribmiz. Ham masalan ozongi 8 dan 6 gacha bo'lgan ish. 6 dan keyin 6 dan 8 gacha darsga qatnashar edik. Va darsda olgan bilimlarimizni sirasi o'zlarimiz do'konda qo'llar edik, zo'r o'xshar edi. Keyin o'ylanganmiz, "Davay, og'am bilan maslahatlashganimizdan shuni maqsad qo'yaylik, yilning oxirigacha ikkimizni daromadimiz ham, ya'ni sen o'zingniki, men o'zimniki $1000 sof daromad topaylik. Bir maqsad qo'yaylik, ataylik shu ishni" deganmiz. Bo'ldi deganmiz, o'qib turibmiz, ya'ni SMM o'tchakmiz, lekin ichimizda qo'rquv bor. Sababi hozir oylik olib turibmiz. Og'am 7 million oladi, men 4 million olaman va 6 million so'm o'zini 6 million so'm beramiz, o'zlarimizga qolganini o'zlarimiz ishlatib turibmiz, kurs pulini to'laganmiz. Qo'rquv bo'lgan, ichimizda qo'rquv bo'lgan, shu boshqa ish tashlab turib, bana o'tish qo'rquvimiz bo'lgan. Yangi yildan keyin o'tamiz, yangi yil boshlansa yanvardan o'tamiz degan planimiz bo'lgan ichimizda. Lekin
Bir gün şöyle dükkanın egasi gelganda balla degan bize oylik yetirib berolmay turibmiz. Savdo kam. Chunki biz endi giyim dükkanda ishlaganmiz, ko'chada Turk bozor ochilgan, ko'plab Istanbul bozor, ya'ni ko'plab gigant bozorlar ochilgan. Bu yerda kichkina do'kon bo'lgani uchun savdo sezilarli darajada tashagan pasa. Chunki o'zlari bir nechikdir natilmagan, ichki tizimi biz aralashmaganmiz. Keyin oylik yetirib berolmay turibmiz. Bolalar shuning uchun 3 kundan keyin yetaverasizlar degan. Уже 3 kun qolganda aytib turibdi bizlar. Biza uyga 6 million so'm kiritishimiz kerak. Chunki uy bizlarga qarab qolgan 6 million so'm kiritishimiz kerak bo'lgan. Biza har dumma tushganmiz, sal o'ylanib qolamiz, indinchik bo'ladi. Lekin ichimizda ikkinchi variant ham bor edi, esimni urgan ko'pmiz-ku degan. Уже 3 kun qolganda biza Xorazmdan chiq biznes bo'la olmasa endi hammasini bir qator girib taklif bildirib chiqardik. Bizneslarga taklif bildirganmiz, rad javobini olganmiz. Уже yo'q. Уже ishdan bo'shadik, уже SM boshqa chora yo'q. SMdan proyekt topib ishlash kerak. Bo'ldi. Keyin ko'p biznes egalarini taklif bildirib turibmiz, Instagramdan qaraymiz, ish bor degan saytlardan qaraymiz, borib ko'ramiz. Lekin nechikdir bir topib bo'lmay turibdi. Keyin bir kunisi Al-Xaldagi magazin bo'lgan. U yerga o'zlarimiz borib, kafedan ovqatlanardik. Ovqatlar mazaladi. Bu yerni ko'rishish kerak degan ichimda ba'zi bir bo'ldi. Og'am bilan gaplashib o'tirganda, shu proyekt qarash kerak deb o'tirganda, shu Al-Xaloldan kafe bor edi. Ovqatlari dumzo'r. Ya'ni boshqa ovqatlar, boshqa kafe restoranlarga qaraganda zo'r. Lekin da sharoiti, ichki sharoiti, muhit uncha zo'r bo'lmasa ham, lekin ovqatlari zo'r edi. Doim shunday bir taklif bildirib ko'radi deganmiz. Borsak, bormaganmiz, telefon urganmiz. Bo'ldi degan gangladi. Borganmiz, "Assalomu alaykum og'a, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat." Gaplashib turibmiz. Noishatib berasizlar. Shu ismli markalarga savdolashib beramiz, brendingizni tanitamiz, Al-Halolni tanitamiz, boshda tanitamiz, keyin ishonch chekkanamiz va shuni уже tanitib ishonch chekkanimizdan keyin maksimal savdo oshadi og'a deganmiz. Dedi, men ko'p isyonchilar bilan ishlab ko'rganman, foyda bo'lmagan, mas'uliyatsiz, Alloh ketadi deganmiz. Уже og'riqlarni bilib turibmiz. Demak, biz o'zimiz fikrlaganmiz. Mas'uliyatsizda tutdi, Alloh ketadi tutdi, ishini vaqtida bajarmaydi tutdi. Biz shu 3 narsani biz aytib beradigan bo'lsak-da turibmiz, bizlar yaxshi pul to'laydi deb o'ylanganimizdan maksimal foyda o'tkazish uchun ishlaganmiz. Necha so'm biz 4 million deyapmiz. Yo'q, men 4 million bera olaman degan, 3 million berib bilaman degan. Bo'ldi, yaxshi deganmiz. İşlab boshlaganmiz, kunda boramiz, ishimiz kunda. Yana eng qiziq tarafi 3 million degan. Aha biz 50% oldini olamiz deganmiz. Chunki bizda kursda shunday o'rgatilgan. Chunki 50% oldini olinglar iloji bo'lsa degan. 50% oldidan berasiz 3 million bo'ladigan bo'lsa deganmiz. Bir tiyin pul bermayman uka degan. Endi bari birinchi proyekt 3 million beraman deb tutdi, bir oydan keyin beraman deb tutdi. Yo'qotib qo'ymaslik uchun ham bo'ldi og'a deganmiz. Yaxshi deganmiz. Ishlab boshladik. So'raganmiz o'zini, og'a hozir Navro'zda kamroq bo'libdi savdo deganmiz. Nada degan, so'msada degan. Yaxshi og'a deganmiz. O'tirib o'ylanganmiz kontent bilan, ya'ni SMda nechik darsda o'rgatilgan bo'lsa, shuni aytib qilganmiz. So'msa qaratganmiz, kontentlarni chiqarganmiz, so'msa bo'yicha istoriyalar qilib turibmiz, target qilib turibmiz. Qarasak, bir tandir so'msa yopib turadi, 3 tandir bo'lib ketdi. Bola zo'r bo'libdi natija degan. Ya'ni 10 kundan keyin 10 kunda sразу natijasini bilib turib, "Balla pul kerakmiymi? Men berishim kerak edi-ku" deb o'zi aytib turibdi. Bir tiyin pul beraman degan odam, "Doy pul kerakmi?" "Yo'q, pulni qo'yib turing, oyning oxirida gaplashamiz" deganmiz. Keyin уже ishlatib turibmiz. Og'ana qaratali yana. Dostavka qaratali, hozir bir mashina, doy 3 mashina talidi. Уже yana dostavka, kontentlarimizni dostavkaga qaratganmiz, уже dostavkasi kuchayib ketgan, уже 3 mashina bo'ldi. Zo'r. Doy baliqqa qaratamiz degan. Baliq 25 kilo zo'r sotdik degan 30 kilo bo'lib yurgan yerida baliqqa kontent turini qaratib turib, kontentlarimizni baliq savdosini oshirishga qaratib turib, 125-130 kilo sotib bergan rekord darajalari bo'lgan. U hayron qolgan, "Desa bo'ladi ekan-ku" degan. Уже keyingi oydan 4 million so'm diklagan. Уже natija tutibmiz. Shuni o'zida bizning daromadimiz nol edi. 4 million so'm daromadga chiqdik endi biza. Yanada proyekt olish kerak. Уже birinchi oyinda ko'p proyektga qaratib tashlamadik. Bir proyektni o'zini olib turib, zo'rroq chiroyli natija qilib berdik. Shuni izidan bizlara proyektlar gap boshladi. Nishatib, kafening egasi "Menda zo'r bo'ldi, davay sen ham ishlatib ko'r" dedi. Avunga aytadi, "Senda zo'r bo'ldi, davay sen ham." Ya'ni ular har biznes egasi har doim ko'p tashkillarda o'tiradi. Shu vaqtda adam so'raydilar, "Instagramda zo'r ketib turibdi, kim ishlatib turibdi?" "Shu bolalar" dedi. "Yo'q ay" dedi.
har doim tavsiya orqali yana qimmat chek sotsa bo'ladi har doim. Qimmat, ya'ni qimmat narxingizni sotsa bo'ladi har doim. Shu sababdan keyin уже telefonda gap boshladi. Menikini ham yurtib ber, menikini ham yurtib ber. Bo'ldi, baramizda unga endi 4 million emas, unga endi 6 million deb turibmiz. 6 million olib turibmiz proyekt, yana unga ko'plab daromad, ya'ni alhaloda novo ishlatgan, ichki instrumentlar ishlatgan bo'lsak, shuni ishlatib turibmiz va yanada daromad ulan ham savdosi oshib turibdi, bizning ham daromadimiz oshib turibdi. Keyingi proyektimizni уже 8 millionga olganmiz. Keyingi proyektimizni уже 10 million olganmiz. Hozirda gunacha kelib, proyekt narximiz $1,5 bir oylik $1,5 va 3 oylik dogovor bilan ishlaymiz. 3 oylikni oldindan beradi, $4,500 beradi. SMM tarafidan, ya'ni men sizga hozir qisqacha aytib o'tdim. Noldan nishatib biza $1,000 chiqqanimiz. Ko'p xatolar bo'lgan, ko'p bizada qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bo'lgan, ko'p o'zi xafagarchiliklar bo'lgan. Masalan, birinchi proyektimizda alhalolda endi og'am ko'p gaplab chiqaradi. Birinchi istoriya ko'rganimizda endi ko'p nalar bo'ladi biznes egasi. Biznes egasi ham baribir ukasi bo'ladi, akasi bo'ladi, ayoli bo'ladi, og'asi bo'ladi, ukasi bo'ladi. Shu akasi kelgandan siz o'zi bir yerda gaplab ko'rganmisiz? В общем, yemin turibsan gaplaganlaringiz degan. Уже o'ylab qolamiz. Уже kafedan chiqdik, yetib botirmiz. Bizada o'xshamaymi ekan ya, aytib bilmizmi ekan ya degan xayollar kelgan. Chunki gaplab turibmiz, qo'limizdan kelgancha kameraga gaplab turibmiz, istoriya qo'yib turibmiz, lekin shu biznes egasini apkasidan shuning naga tutdi. Doir motivasiyani tushirmali, hali zo'r bo'ladi hammasida bir-birimizga motivatsiya berib, hali zo'r bo'ladi deb ishlab, уже natijani ko'rgandan keyin borku, bu apkalar assalomu alaykum, yaxshimisiz deb kutib oladigan bo'lgan darajaga chiqqan. Shu sababdan SMMni sizlar qisqacha tushuntirib beradigan bo'lsam, nishatib 0 rasxoddan, ya'ni 0 doxoddan, ya'ni $1,000 daromadga chiqish ketma-ketligi birinchi proyektni olasiz, zo'r natija qilib berasiz. Keyingi proyektda shu natijani qilasiz. Biz o'zlarimiz shogirdlik dasturimiz bor. Shogirdlik dasturimizda o'qigan bolalar hozirda 2, 3, 4 million olib yurgan proyektlarni hozir kami 8 million, 7 million oladilar va qiziqi joyi 5 proyekt 7 million olganda so'm bo'ladi. Bemalol, ya'ni limit yo'q. Hozir o'zlarimizdan aylanma oborotlarimizni qisqacha aytadigan bo'lsak, masalan, 10 proyektimiz bor. Kami $1,000 chekdan. O'zingiz hisoblab ko'rsangiz bo'ladi. Va o'zlarimiz komanda bor. Eng qiziqi, komanda ham qilibamiz. Ya'ni o'zlarimizda operator bor. Biza boshda og'am ikkimiz boshdan vaqtda men tushirar edim, og'am gaplaradi, keyin birgalikda montaj etar edik. Hozir nechik? Hozir syomka uchun oddiy bolalar ko'pmiz. Operator, ya'ni video montaj etadigan oddiy bolalar ko'pmiz. Ideya etadigan bir bolam ko'pmiz, yordamchi etib, dizayner olib ko'pmiz, targetolog olib ko'pmiz. O'zlarimizni shogirdlik dasturi bilan menejer, ya'ni gaplashtirishlar uchun bir menejer olib ko'pmiz. Ya'ni komandani o'zini joyiga qo'yib ko'pmiz. Biza faqat banda strategiya, ideyasi bilan shug'ullansak bo'ldi. Shu SMM orqali hozirda Xudoga shukr, o'zlarimiz yaxshigina mashina olganmiz va o'zlarimizga, oilamizga yaxshi sharoit yaratib berib turibmiz. SMM sohasini sharoitlari, imkoniyatlari shu darajada ko'p. Boshqa chet yerda o'tirib ishlasangiz ham bo'ladi. Agar sizda kuchli komanda bo'ladigan bo'lsa, birinchi aytsa bo'lmaydi, to'g'ri. Boshda ishlaysiz. Bizlar ham SMM sohasida bu уже почти 4 yil, endi aniq aytadigan bo'lsam 3-yilidan baribir. 3-yilda shuni natija qilib turibmiz. Lekin birinchi yil ansat bo'lmaydi. O'zi любой sohaga girsangiz ham birinchi yil ansat bo'lmaydi. Lekin boshqa sohalarga qaraganda o'sish yuqori. Chunki Xorazm sharoitida biznes shu darajada rivojlanib turibdi. Masalan, ko'rib turgan bo'lsangiz, bozorlar ochilgan, turk bozor palon ochilgan. Yem sohasida parklara qarang, Kosmo park dedi, ko'plab parklar ochilgan. Ya'ni biznes shu darajada rivojlanib turibdi. Masalan, o'qishlar ochilib turibdi. Ularda har doim biznesi uchun SMM mutaxassisi kerak bo'ladi. SMM mutaxassisini mas'uliyati, aniq bilimlar, SMM bo'yicha aniq bilimlar va kreativnisi bo'lsa yetadi. Bo'ldi. Hozirda shogirdlik dasturimiz birinchi potokini o'qib chiqqan bolalar, ulara biznesga chiqib turibdi, olasam desa hech kim damsasini chiqarmaydi. Chunki hammasini o'zidan yetarli proyektda. 2 kunda bir proyekt chiqadi, shogirdlar aytadigan bo'lsak, o'sha hammasi yetarli proyektda, o'sha olasam gamaydi, ishlasam gamaydi.
2 günde bir proyekt chiqadi, chunki gündan güne bizneslar rivojlanib turibdi, o'sib turibdi. Har kimga gunda SMM mutaxassisi kerak bo'ladi. Agar siz ham o'zingiz shu SMM sohasina qiziqib, o'zingizni sohangizni yangi etapga chiqarajak bo'lsangiz, yoki o'zingizni biznesingiz bo'lib turib, SMMni o'zingiz qo'llab ko'rajak bo'lsangiz, shu yangi sohaga kirib turib yaxshi natijalarni qilaman deb turgan bo'lsangiz, o'zlarimizni shogirdlik dasturi bor. Shogirdlik dasturi 2 oy davom qiladi. Haftada 3 kun 2-3 soatdan dars bo'ladi. Shogirdlik dasturimiz 2 kurator bo'ladi. Og'am o'tadi va men o'zim o'taman va o'zlarimizni komandadagi bolalar nazoratda turadi. Kim tayyorlab turibdi, kim tayyorlamay turibdi. Shogirdlik darsimizda 24 darsdan iborat. Ya'ni bir proyektni olib turib, nishatib natija qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir proyektni oldingiz, nishat natija aytaman, endi ishataman. Buni aytaman, endi ishataman, buni, endi ishataman, buni, endi ishataman, buni. Bo'ldi. Shogirdlik dasturi ketma-ketlik ham shunday tuzilgan. Ya'ni birinchi darsda nazariy o'rgatadigan bo'lsak, ikkinchi darsda amaliy o'rgatamiz. Ya'ni bir narsani o'rgandingiz, ikkinchi darsda kelasiz, aynan o'zingizni proyektingizda sirazu qo'llab ko'rasiz. Chunki bir o'rgangan bilim 36 soatni yoki 24 soat aniq yodimdan chiqib turibdi. Ya'ni tez orada amaliyotda qo'llab ko'rilmasa, bu yodingizdan chiqib ketadi. Shu sababdan biz shuni aytganmiz, bir vazni o'rgandingizmi, izindan amaliyot qo'shganmiz. Shu o'rgangan desangiz maksimal singib va 2 oy dasturi yakunlangandan keyin ham bo'ldi xo'sh bo'lmaydi. Bir oyda bir marta ko'rishib, kimda nima o'xshab turibdi, nima o'xshamay turibdi, ko'rib boramiz. O'zlarimizning community bo'ladi, SMM community bo'ladi. Ya'ni birinchi potokda o'qib chiqqan bolalardan hozirda bir oyda bir marta ko'rishib turamiz. Uje ikkinchi potok ham bitiradigan bo'lsa, uje xudo xolasa birgalikda yana jamiyat bo'lamiz. Keyingi potoklar yana qo'shib qoladi, keyingi potok yana qo'shib qoladi. Kimda nima o'xshamay turibdi, kimda nima o'xshab turibdi, community fikr almashib o'sish bo'ladi. Agarda siz 1-2 dars qatnashib ko'rasiz, agarda u siz uchun masliki bo'ladigan bo'lsa, pul qaytarib beriladi, hech qanday muammo bo'lmaydi. Chunki SMM o'zini mas'uliyati bo'ladi, o'zini ideya topish kerak bo'ladi, o'zini baribir bir nechikdir instrumentlari borki, ularni ishlatib, baribir shuning bola yoki qiz bo'lishi mumkin, u uchun emas bo'lishi mumkin. 1-2 dars qatnashib ko'radi, yo'q men SMM men uchun emas ekan desa, to'liq pul qaytarib berilib, o'zini ishini davom ettiraveradi. Ko'pchilikda hozirda SMM men hali umuman nolman, bilmayman hech narsa, chatib o'rgansam bo'ladi deb o'ylab qolish mumkin. Bizlar ham dasturni, ya'ni shogirdlik dasturini qilishdan, darslarni yozishdan oldin shu narsalarni bilib, gaplashib ko'rib, o'rganadigan bolalar bilan, o'rganib chiqqan bolalar bilan gaplashib, maksimal 0 bola maksimal shogirdlik dasturidan o'qib chiqqandan keyin kuchli SMM mutaxassisi bo'lib chiqishi kerak. Va o'zlarimizda hozir 10 dan ko'p 10 proyekt bilan ishlatib turibmiz va 40 lab loyihalar bilan ishlaganmiz. Shu 3 yil davomida shularni real razborlar orqali ko'rsatib boramiz. Ya'ni bu narsa, bu proyektimiz bu vazni ishlatganmiz, o'xshagan, bu vazni ishlatganmiz, o'xshamagan. Shu narsalarni ham ko'rib qolamiz. Agarda sizda shogirdlik dasturi bo'yicha yanada batafsilroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastda link qoldiramiz. Linkga kirib turib, o'zingizni ma'lumotlaringizni to'ldirsangiz, bizlarga to'g'ri keladigan bo'lsangiz, sizni qabul qilishimiz mumkin. Shu YouTube kanalimizni SMM marketing bo'yicha foydali ma'lumotlar o'zlarimizni yaratib boramiz. Agarda sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bir like bosib, podpiskani bosib qo'yishni yoddan chiqarmang.